9 ta viloyatda chang to'zon kuzatilishi aytildi. Bugun O'zbekistonning 9 ta viloyatda chang to'zon kuzatiladi. Assalomu alaykum aziz tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmalarini bosib bizni kuzatib borishda davom eting. 25 fevral kunduz kuni Xorazm, Buxoro, Navoiy, Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo, Qashqadaryo hamda Surxondaryo viloyatlarida shamol tezligi sekundiga 13-18 metrgacha kuchayadi. Ayrim joylarda shamol tezligi sekundiga 20-23 metrgacha kuchayishi va chang to'zonlar kuzatilishi mumkinligi aytilmoqda. Poytaxtda ham kechki payt shamol tezligi 12-15 metrgacha kuchayib, chang to'zonlar kuzatiladi. Eslatib o'tamiz, avvalroq O'zgidromet O'zbekistonning g'arbiy hududlarida chang va to'zonlar kuzatilishi haqida xabar berilgan edi. Kuzatib borishda davom eting. O'zingizni ehtiyot qiling. Xayr, salomat bo'ling.